Qur'oni Karimda Alloh taolo bir necha oyatda zakotdan bahs etadi. Zakot o'zi nima ekanki, uni kitob bunchalik muhim sanagan. Oltindan shuncha miqdor, kumushdan buncha miqdor, chorvadan esa yana qanchadir miqdor. Usuli esa bergan qo'l olgan qo'lni bilmasligi kerak. Qorni to'q kishi butun jahonni to'q deb hisoblaydi. Qorni och kishi esa olamda non yo'q deb o'ylaydi. Ana shu och bilan to'qning holini bir-biriga bildirgan narsa zakotdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hamma narsaning zakoti bordir deganlar-ku. Badanning zakoti ro'za, aqlning zakoti ilm, tilning zakoti zikr, qalbning zakoti ishqdir.